Salom qizlar, bugun mana bunaqa chiroyli, tumanli, o'rmonli dizayn qilishni 3 ta usulini o'rganamiz. Juda ham chiroyli va chizilishi oson bo'lgan dizaynlardan bittasi. Buni asosan kuz va qish fasllarida qildirishadi klientlar. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozish esingizdan chiqmasin. Biz bo'lsa buni qanaqa qilishni o'rganamiz. Ya'ni kerak bo'ladigan narsalar bunaqa молочный baza yoki gel, manikyur qilib olingan tirnog'imizga o'sha mana bu молочный bazamizni surishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib yuqa sloy surib olamiz. Mana bunaqa kutikulasiga yetmagan joylarda yuqa kistechka bilan oxirgacha chetlarigacha yetkazib bo'yaymiz. Va o'rtasiga mana bunaqa tomchi qo'yib, выравнивающий sloy qilamiz. Mustahkamlaydigan sloy qilamiz. Sizlarga bitta yangilikni aytib o'tmoqchiman. Mana bu YouTube kanalimning tepasida, описаниесida bitta ссылка paydo bo'ldi, tirikchilik.uz degan. Ya'ni sizga bloger yoqsa, videolari foydali bo'layotgan bo'lsa va bunaqa foydali videolardan ko'proq chiqishini xohlasangiz, blogerga donat qilsanglar bo'ladi. Ya'ni u saytga kirasizlar ссылкаdan va bloger uchun qanchadir pul o'tkazsanglar bo'ladi. Ya'ni 5 ming, 10 ming o'zingizlarning qurbingizga yetgunicha blogerga ozgina bo'lsa ham yordam bo'lsin deb shunaqa qilib pul tashab blogerlarni xursand qilsanglar bo'ladi. Ya'ni meni. Mana hamma tirnog'imizga bazamizni surib olib, ukreplение qilib tayyorlab oldik. Men bazamiz ustida mana bunaqa gel-lak surishga qaror qildim. Bu gel-lak poluprozrachniy, ya'ni yarim prozrachniy, lekin mana bunaqa baza bilan bitta sloyda chiroyli bo'ladi. Mana rangi почти bazamiz rangiga o'xshaydi. Faqat ba'zan men kutikulaga yaqin joyga surolmaganimiz uchun ustidan men gel-lak bilan qaytalayapman, chunki kutikula zonalariga ham bemalol gel-lak sursa bo'ladi. Mana gel-lakimizni surib, hamma joyga yetkazib, kistechkamiz bilan surib, tekslab chiqyapmiz. Shunaqa qilib hamma tirnog'imizga surib tayyorlab olamiz va lampada quritamiz. Agar sizga bazaning rangi yoqsa, mana bunaqa gel-lak surmasanglar ham bo'laveradi. Srazi bazaga dizayn chizib ketsanglar ham bo'laveradi. Lekin menga просто mana gel-lak rangi yoqqani uchun men ustidan surishga qaror qildim. Lekin bu zarur punkt emas. Ya'ni baza yoqsa surmay qo'ya qolsanglar bo'ladi. Va ustidan matoviy top surib olib, tirnoqlarimizni matoviy qilib oldik. Va bizga mana bunaqa akvarelniy kraskalar kerak bo'ladi. Buni oddiy детский akvarelniy kraska ham ishlatsanglar bo'ladi. Yoki mana bunaqa kattalar uchun maxsusini sotib olsanglar ham bo'laveradi. Va bizga mana bunaqa kistechkalar kerak bo'ladi chizish uchun. O'zimizga yoqqan rangdan olamiz, ozgina suvga aralashtiramiz. Men palitramizga suv quyib olib, mana bu kraskamizni aralashtirib olamiz. Bizga 3 ta rang kerak bo'ladi. Eng to'q qora rangi, o'rtacha to'qlikdagi va bitta och rangli mana bunaqa 3 ta rang kerak bo'ladi. Ranglar qanaqa chiqqanini tekshirib olish uchun oddiy qog'ozga chizib ko'rsanglar bo'ladi, rangni bilib olish uchun. Qanaqa to'qlikda bo'lishini. Mana hozir 2 ta rangimni surib solishtirib olyapman. Menga kerakli ranglar chiqdimi yoki ko'proq kraska aralashtiraymi bilib olish uchun shunaqa qilib oddiy qog'ozga surib tekshirib olyapman. Agar ranginglar noto'g'ri bo'lsa yoki juda ham to'q bo'lib ketsa, uni siz o'chira olmaysiz, tuzata olmaysiz. Uni butun tirnoqdagi dizaynni o'chirishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun mana bunaqa qog'ozda tekshirib olganinglar yaxshi. Mana hozir dizayn chizishni boshlaymiz. Eng och rangini tanlab, mana bunaqa daraxtga o'xshagan narsa chizishni boshlaymiz. Agar mana bu kistechkamizda juda ham ko'p material bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa qop-qora tochka bo'lib qoladi. Bu tochkani shunchaki mana bu quruq kistechka bilan olib tuzatib olsak bo'ladi. Men hozir yana kistechka bilan orqaga qaytgandim, bo'ldi. Qora tochkasi ketdi. Bu bizning eng orqa fon bo'ladi. Shuning uchun ochroq rangda chizyapmiz. Yaqinroq
tortda turadigan daraxtimizni to'qroq rangda chizishni boshlaymiz. Har safar kraskaga botirishdan oldin kistechkamiz suvda yuvaman. Suvda yuvilgandan keyin kraskaga botirib yana qayta chizishni davom etaman. Kimdirlar o'ylashi mumkin, bu dizaynga ko'p vaqt ketadi, qiyin dizayn ekan deb. Lekin yo'q, menga 4 ta barmoqdagi dizayn 15 minutda chizib bo'ldim. Uncha ko'p vaqt ketmaydi, chizish ham oson. Oddiy chapgan o'ngga qimirlatib qo'yinglar, o'zi daraxtlar tayyor bo'lyapti. Bilasizlar, dizaynlar bu bizlarni ko'proq pul topishimizga yordam beradigan narsalar. Ya'ni dizaynga qo'shimcha aplata, qo'shimcha pul qilib ko'proq pul topsanglar bo'ladi. Masalan, bitta tirnoqga dizayn 10 mingdan boshlanadi, 50 minggacha ham deyishinglar mumkin, qiyinligiga qarab. Ammo hozir chizayotgan dizaynimiz qo'l ishi bo'lgani uchun bu juda ham qimmatroq turadi. Chunki qo'l ishi qimmatroq. Oddiy nakleyka yopishtirib qo'yish bu arzon bo'ladi. Buni siz o'zingiz qo'lingizdan chizayotganingiz uchun, akvarel mana kraskalarda chizayotganingiz uchun bu albatta qimmatroq bo'ladi. Shunaqa biz ko'proq pul topsak bo'ladi va yangi yilda ham ancha ko'proq pul topsak bo'ladi. Shuning uchun yangi yilga tayyorlaninglar, masterlar. Yangi yilda ham bunaqa dizaynlar, ko'proq ideyalar o'zingizlar yig'ib olinglar-da. Men Pinterest, Instagramlardan ko'rib ko'proq o'zingizlarga dizaynlar eslab qolsanglar, rasmlarni skachet qilib olsanglar, klientlar kelsa o'zingizlar predlagat qilinglar. Bir xil keladi, oddiy bir xil rangga bo'yab qo'ying, bo'ldi, kerak emas deydi. Sizlar o'zingizlarning telefoningizdan rasmni ko'rsatsanglar, "Voy, chiroyli ekan" deb qildiradiganlar ham bor. Shuning uchun klientlar o'zimiz predlagat qilamiz. O'zimiz masterlar klientlarga o'zimiz predlagat qilamiz, чтобы ular sotib olsin, qo'shimcha pul to'laydigan narsalarni sotib olsin. Bitta tirnoqga 10 mingdan 4 ta tirnoqga dizayn chizsangiz ham 40 ming ko'proq ishlab turibsiz. Shuning uchun bitta klientdan 40 mingdan ishlasangiz, kuniga 5 ta klient olsangiz, 40 ming kara 5 200 ming ishlab turibsiz-da. Oddiy dizaynning o'zida kuniga 200 ming ishlab turibsiz. Shuning uchun masterlarimiz dizayn qilishni o'rganamiz. Har xil dizaynlar o'rganib olsak, har xil klientlar uchun kuniga hammani 200 mingdan qo'shilib ko'proq topib turamiz. Men manikyur jarayonimni tezlashtirmadim. Qanaqa chizayotgan bo'lsam, xuddi shunaqaligicha qoldirdim. Sizlar ham necha minutda chizilganini ko'rib olishinglar mumkin. Mana och ranglilardan orqalaridagi daraxtlarni chizib oldim. To'q ranglisidan mana bu oldida turgan daraxtlardan chizib oldim. Shunda mana bunaqa o'rmonni effekti paydo bo'lyapti. Buni kuzda sumerki payti bo'ladi-yu. O'sha paytlarda chizsa zo'r, kuzga, qishga vibe bo'lib turadi bu. Bundan ham chiroyli dizaynlar chiqarsa bo'ladi. Mana bu akvarelniy kraskadan-chi nafaqat bunaqa dizaynlar, nafaqat kuzga, balkim yozga, bahorga, boshqacha qishga dizaynlar chiqarsa bo'ladi. Hozir mana shu videodan keyin men sizga akvarelniy kraskalar bilan ishlaydigan yozgi dizaynlarni ham ko'rsataman. Yoki bahorga chiroyli, nежный gullik, nежный mevali, okean, suv ko'rinishidagi chiroyli nежный manikyurlar ham qilsa bo'ladi bunaqa akvarel kraskalar bilan. O'zi akvarel kraskalar uncha qimmat turmaydi. Bitta sotib olsangiz, bemalol necha yil ishlatsangiz bo'ladi. Akvarel kraskalar srok o'tib qolmaydi, yomon bo'lib qolmaydi, shuning uchun bemalol necha yil ishlatsa bo'ladigan narsa. O'zi sizlarga videolarim yoqyaptimi? Anchadan beri kommentariy yozmay qo'ydinglar. Bu narsa yoqmayotgan bo'lsa, sizlarda videolarimda yozib ketishinglar mumkin. Masalan, azvuchka yoqmayapti yoki videolarni tushirish texnikasi yoqmayapti yoki yana boshqa sabablari bo'lishi mumkin. O'shani hammasini kommentariyga yozib ketinglar. Hozir men severniy сияние chizmoqchiman, ya'ni shimoliy yog'dumi degan narsa bor-ku. Qorli joylarda bo'ladigancha osmonda ko'rinadigan o'shanaqa narsani men topga mana quruq yaltiroqlar aralashtirib olib, osmon qismiga surib chiqyapman. Shimoliy yog'du deydimi, bug'lar bo'ladigan joylarda bo'ladi-yu. Osmonda ko'rinadigan. O'shanaqani chizyapman o'zimcha. Va keyin
hamma tirnog'imizni glyansoviy top bilan qoplab chiqamiz. Ya'ni nega aynan glyansoviy top bilan qoplab chiqyapmiz birinchi bo'lib? Chunki mana bu matoviy top sursak, mana bu akvarelniy kraskamiz oqib ketishi mumkin. Shuning uchun birinchi bo'lib glyansoviy surib olish kerak. Keyin glansovining ustidan matoviy qilsanglar bo'ladi. Mana ikki xil ko'rinishini qoldirdim. Ham glansoviy, ham matoviy qilsanglar bo'ladi. Lekin birinchi bo'lib glansoviy qoplab olib, ustidan matoviy qilish kerak. Hozir men sizlarga bu dizaynni boshqacharoq variantini ko'rsataman. Ya'ni marker bilan qilinish variantini ko'rsataman. Buning uchun yana mana shu tirnog'imiz tayinlab olamiz. Mana bunaqa oddiy marker olamiz, magazinda sotiladigan. Va shu markerda chizishni boshlaymiz. Daraxt ko'rinishida, o'rmon ko'rinishida chizishni boshlaymiz. Mana daraxtlarimni chizib tayyorlab oldim. Endi men mo'y qalamchamizni kistichkamizni atstonga botirib olib, nam ko'rinishda mana bunaqa chiziqlarini yumshatib chiqamiz. Mana chetlaridan ishqalab mana bunaqa daraxt ko'rinishiga keltirib olman. Rangini yumshatish uchun. Bu dizaynimiz uncha chiroyli chiqmaydi. Anu dizaynimizda akvareldan nisbatan sal uncha chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin akvarelning kraskasi yo'qlar uchun yaxshi variant. Hozir oxirida ko'rib, sizlarga qaysi variant ko'proq yoqqanini yozib ketinglar. Mana hamma joyini ishqalab oldik. Daraxt ko'rinishiga keltirdik. Ozgina qotishini kutib, ustidan yana glyansoviy top bilan qoplaymiz. Matoviy top surmaymiz. Matoviy top sursak, matoviy top men chizgan hamma narsamizni ishqalab, kir ko'rinishga keltirib qo'yadi. Glyansoviy top surib bo'lganimizdan keyin yana markerimizni olib chizishni davom etamiz. Yana o'shanaqa daraxtlar ko'rinishiga keltirib chizib olamiz. Bu sloyni ham chizib tugatganimizdan keyin atston bilan chetlarini to'g'rilab olib, glyansoviy top bilan qoplab, ustidan matoviy bilan qoplasak bo'ladi. Mana glyansoviy top bilan suribman. Keyin ustidan matoviy top surdik. Mana shunaqa chiroyli o'rmon tayyor bo'ldi. Oddiy markerdan chizdik bu dizaynni. Har doim uyimizda bor narsalardan. Uchinchi usulni bu oddiy o'zimiz ishlatadigan gel laklardan chizamiz. Ya'ni gel lakimiz rangi ochroq bo'lishi uchun unga baza aralashtirsak bo'ladi. Baza bu qora rangimizni ochartirib beradi. Ya'ni och kulrang yoki mana bunaqa biz 3 xil rang ishlatdik-ku, shunaqa qancha ko'p baza aralashtirsak rangimizga, rangi shunchalik och bo'ladi. Va mana bunaqa kistichkada, kistichkamiz quruq qilib olib, o'sha kistichkada bemalol dizayn chizsak bo'ladi. Mana eng och rangidan chizishni boshlayapmiz. Va xuddi oldingilariga o'xshab chizib olamiz. Faqat farqi har bitta sloyidan keyin lampada quritish kerak buni. Chunki bu gel lak-ku, bir-biriga aralashib ketmasligi uchun bitta qavatini surib bo'ldingizmi, lampada quritamiz, ikkinchi qavatini surdingizmi, lampada quritamiz. Masalan, birinchi och sloyini surib oldingmi, och rangdagisini lampada quritib olamiz. Keyin to'qroq rangdagisini chizdikmi, lampada quritamiz. Keyin eng to'q rangdagisini chizdikmi, keyin yana lampada quritamiz. Faqat farqi shunda. Sinab ko'ringlar, qaysi usuldagisi sizga ko'proq yoqadi, qaysi bir usuldagisi bo'li oson deb o'ylaysizlar. Chizib, sinab ko'ringlar. Menga masalan, men bu akvarelda chizgan usulim o'zimga yoqadi. Menimcha o'sha birinchi usuli oson deb o'ylayman. Bu usulda ham hamma sloylarini, hamma rasmini chizib bo'lganingizdan keyin birinchi glansoviy top suramiz, keyin matoviy top suramiz va dizaynimiz tayyor bo'ladi.
va mana Instagram akkauntimga ham obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Men hozir bunaqa challenge qilmoqchiman. Ya'ni meni obunachilarim qilgan manikyurlarni menga tashlasanglar, men sizlarni mana videolarimda yoki Instagramimda ko'rsataman va sizlarga boshqa masterlar bilan ham reklama bo'ladi sizni akkauntingiz, ham qilgan ishlaringizni boshqa masterlarga ko'rsatasizlar. Ular aytishadi, masalan, mana joylarda xatosi bor ekan, men buni ustidan ko'proq ishlang deb. Mana shunaqa fikr almashadigan qilib, tipa challenge qilmoqchiman. Shuning uchun Telegram kanalimga o'tinglar yoki Instagramga o'tib, o'zingizlar qilgan ishlaringlarni tashlaylar. Akkauntinglarni ham tashlaylar. Men sizlarga ham podpisatsiya qilaman. Shunaqa bir-birimiz ishlarimiz bilan almashamiz, bir-birimiz bilan bilim almashamiz.